Data analitik nima ish qiladi? U shunchaki Excelda jadval tuzadimi yoki kompaniyani millionlab dollarlik zarardan saqlab qoladimi? Agar siz ham bugungi kunda eng talabgor sohalardan biri bo'lgan data analitika sohasi haqida to'liq ma'lumot olishni xohlasangiz, ushbu video aynan siz uchun. Bugun biz data analitika shunchaki raqamlar emas, balki strategik qarorlar qabul qilish markazi ekanligining 3 ta sirini ochamiz. O'zimiz haqimizda qisqacha gapiradigan bo'lsam, Map Academy bu O'zbekistondagi yagona data analitika hamda data engineering sohasiga ixtisoslashtirilgan akademiya hisoblanadi. Biz Microsoft kompaniyasining rasmiy hamkori hisoblanamiz va dasturimiz Amerika standartlari asosida tuzilgan. Hozirda bitiruvchilarimizning 80% dan ortiq qismi allaqachon O'zbekistondagi top kompaniyalar hamda xalqaro kompaniyalarda ishlab kelishyapti. Ko'pchilik data analitik deganda kun bo'yi Excelda ishlab o'tiradigan odamni tasavvur qiladi. Aslida esa data analitik bu ma'lumotlardan foydali xulosalar chiqarib, biznesga to'g'ri qaror qabul qilishda yordam beradigan mutaxassis hisoblanadi. Bugungi kunda kompaniyalar har soniyada minglab ma'lumotlarni yig'adi. Lekin ushbu ma'lumotlar tahlil qilinmasa, ularning hech qanday qiymati bo'lmaydi. Data analitikning birinchi vazifasi ma'lumotni oltinga aylantirish hisoblanadi. Tasavvur qiling, siz supermarket egasisiz. U yerda har kuni minglab mahsulotlar sotiladi. Lekin siz qaysi mahsulot eng ko'p foyda keltirayotganini bilmaysiz. Data analitik ushbu ma'lumotlarni o'rganadi va biznes uchun eng muhim xulosalarni chiqaradi. Masalan, eng ko'p sotilayotgan mahsulotlar qaysilar, sotilishi pasaygan mahsulotlar qaysilar va mijozlarning xarid odatlari qanaqa kabi savollarga javob topadi. Natijada kompaniya foydasini oshirish uchun aniq qarorlar qabul qiladi. Data analitikning ikkinchi vazifasi bu biznesning ko'zi bo'lish. Masalan, savdo 20% ga tushib ketdi. Oddiy odam buni bozor yomonlashibdi deb o'ylaydi. Data analitik esa qaysi mahsulotlarda sotuv pasayganini, qaysi mijozlar ketib qolganini, ya'ni muammoning asl sabablarini aniqlab beradi. Shu sababli ham data analitik ko'pincha biznesning ko'zi deb ataladi. Data analitikning uchinchi vazifasi bu AI bilan hamkorlik. Ko'pchilikning savoli, sun'iy intellekt data analitiklarning o'rnini egallaydimi? Javob: yo'q. Lekin qaysi savolni berish, natijalarni qanday talqin qilish va biznes uchun qanday qarorlarni qabul qilish kerakligini inson hal qiladi. Kuchli analitiklar sun'iy intellekt bilan raqobatlashmaydi. Balki ular sun'iy intellekt yordamida samaradorlikni bir necha barobar oshiradi. Bugungi kunda deyarli barcha kompaniyalar ma'lumotlar bilan ishlaydi. Ularning barchasiga data analitiklar kerak. Shuning uchun data analitika bugungi kunda eng tez rivojlanayotgan sohalardan biri hisoblanadi. Tushungan bo'lsangiz kerak, data analitika bu kelajakning eng xavfsiz va eng serdaromad kasbi hisoblanadi. Lekin bu sohani mustaqil o'rganishga harakat qilishingiz yillarni yo'qotishingizga sabab bo'lishi mumkin. Yuqori darajali data analitik bo'lishingiz uchun sizga faqatgina bilim emas, balki aniq ishlaydigan tizim kerak bo'ladi. Agar siz ham kelajakda talab yuqori bo'lgan mutaxassis bo'lishni xohlasangiz, sizga aynan shu tizimni o'z ichiga olgan 6 oylik data analitika kursimizni taklif qilamiz. Bu shunchaki kurs emas, bu MapBridge ekotizimi hisoblanadi. Unda siz ishga kirgan birinchi kuningizdan boshlab duch kelishingiz mumkin bo'lgan mingdan ortiq muammolarga yechim sifatida yozilgan maxsus qo'llanmani qo'lga kiritasiz. Bu esa sizni ishda qoqilmasligingizni ta'minlaydi. Ishga kirganingizdan keyin sizni faqat mentorlar emas, balki shu sohadagi senior mutaxassislar jamoasi qo'llab-quvvatlaydi. Savolingiz bormi? Hamjamiyatimizda har doim unga javob bor. Ishlaysizmi yoki o'qiysizmi, farqi yo'q. Darslarimiz kechki soat 7 dan keyin ham mavjud. Siz ham offline, ham onlayn formatda bilim olishingiz mumkin. Agar sizga ham shu soha qiziq bo'lsa, hoziroq video ostidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting, o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz.